Mashina oldingizmi? Ha, pulim Matiska yetdi. Ishxonaga borib kelishga shuni olib qo'ya qoldim. Shu ham qo'shni borda bor, yo'qda yo'q. Uy ishine kirib chiqay, omon bo'ling. Siz menga tegishtirdingmi? Menda yo'qmi, senda ham bo'lmaydi, iplas. Men seni ko'rsataman hozir. Dam solaman. Ilohim boshing remontdan chiqmasin. Ha, qo'shni, assalomu alaykum. Mashinangiz buzilib qoldi, peshkomsiz, Xudoga shukr. Yo'q, qo'shni g'oyibidan tentak pul kelib qoldi. Shu Matiska ham sotdimda, hamma pulni yig'ib, hozir kabeshga to'lov qilib kelyapman. Bir haftada chiqadi. Shu uyga chiqay, qo'shni. Kabeshga to'lov? Xudoyim. Ilohimda qo'rqasizlar. Ilohi omin shu kabeshda avariya bo'lib o'lib ketgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qo'shni. Oshga borasizmi? Qanaqa oshga? Sherzodning oshiga-da. Voy, aylanib ketay, ilohomin o'ldimi? Ey Alloh, qudratingga ta'zir qildi-da. Qachon o'ldi? Nafasingizni yel olsin. Yangi uchastka olgan ekan, shunga osh beryapti. Uchastka. Kuf, suf,